Ayollarda tuxumdon kistalari haqida 4 ta eng muhim qiziq savol bor. 3-savolni eshitganda hamma hayron qoladi. Birinchisi, hamma kistani operatsiyasiz davolash mumkinmi? Yo'q, albatta. Davo muolajalari bilan hamma kistani davolashning imkoni yo'q. Agarda folikulyarni kista bo'lsa, hajmi 3 sm dan kichkina bo'lsa, 3-6 oy ichida o'zi so'rilib ketadi. Lekin dermoid kistalar, endometrioid kistalar hamda hajmi katta bo'lgan kistalar faqat jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Ikkinchisi, kista homilador bo'lishga xalaqit beradimi? Ayrim kistalar homilador bo'lishga xalaqit qiladi. Masalan, katta hajmli endometrioidni kistalar, tuxumdonlar polikistozi natijasida yuzaga kelgan kistalar homilador bo'lishga xalaqit qiladi. Uchinchisi, dermoid kista ichida soch, tish, tog'ay to'qimasi qayerdan paydo bo'ladi? Dermoid kista tuxumdondagi embrional hujayralardan rivojlanadi. Shuning uchun dermoid kistalarning ichidan soch, yog', tirnoq, tish hamda tog'ay to'qimasi chiqadi. To'rtinchisi, kista bilan qiynalayotgan bemorlarga yordam bera olasizmi? Albatta. Agar sizda ham tuxumdonlarda kista aniqlangan bo'lsa, hech ham xavotirga tushmang. Shunchaki qabulga yoziling, bu muammoni hal qilamiz.